7 yoshdan 70 yoshgacha kuzatyapti ekan. Sizlar bilan tanishib olganimdan xursandman. Kelinglar, bugun nimalar haqida gaplashib o'tishimizni aytib o'taman. Undan oldin o'zi ovoz sifatini, video sifatini ham bitta tekshirib olaylik. Ovozimiz, Спасибо, Наврузбек. yaxshi bo'lsa bir yozib qoldiringlar. Hammasi chotki bo'lsa davom ettiramiz. Bugun nimalarni o'rganamiz, shuni men sizlarga tushuntirib beraman. Undan oldin bizda tashkiliy masalalar bor. Siz bilan men jonli efirda gaplashyapman. Bu jonli efir. Siz bilan to'g'ri jonli efir. Bugun 18-yanvar soat millari hozir 7:38 bo'ldi. Siz bilan jonli efirda gaplashyapmiz. Hech qanaqangi yozib olingan eski video qo'yib berilmayapti. Jonli ijroda bugun sizlar ma'lumotlar olasizlar. Xo'p, shuning uchun 30 soniyalik farq bor. Jonli efirda to'xtatish mumkin emas va zaps bo'lmaydi. Ya'ni siz 2 soatdan keyin ko'raman, yarim soatdan keyin ko'raman, ertaga ko'raman desiz, jonli efirda topa olmasligingiz mumkin va ma'lumotlardan qolib ketasiz. Zaps berilmaydi. Ertaga ko'ra olaman desiz, zaps topa olmaysiz. Kechagi efirda ham topa olmadinglarmi? Kecha kirmaganlar, xuddi shunday bugungi efir ham topa olmaysizlar. Bu joyda o'zi pulli ma'lumotlar sizlarga bepulga o'rgatilyapti. Buni inobatga olib, vaqtingizni ajratyapsizmi? Kirib oxiriga diqqat bilan o'tiringlar. Moderatorlar chatni nazorat qiladi. So'kinishlar, haqorat qilishlar bo'ladigan bo'lsa, moderatorlar sizlarni butunlay chorniga solib qo'yadi. Shu bilan meni efirlarimda, master klasslarimda yoki YouTube kanalimda umuman siz qatnasha olmasligingiz mumkin. Va master klassimiz davomiyligi uzoq bilan bugun xudo xolasa 3 soat bo'ladi. 2 soat ham bo'lishi mumkin. Bu mavzudan kelib chiqib, meni fikrlarimdan kelib chiqib, siz qanchalik aktiv bo'lsangiz, qanchalik ko'proq fikr bildirsangiz, qanchalik ko'proq savol beradigan bo'lsangiz, men shunchalik ko'proq ochilib sizlarga gapiraman. Bitta maqol bor, bola yig'lamasa, ona sut bermaydi. Endi siz qanchalik ko'proq mendan so'rasangiz, mendan shunchalik ko'proq ma'lumot chiqadi. Tushunarli? Xo'p, mavzularni tushuntirib o'taman. Bugun nima mavzularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda 100 dan ishlagan pulni olish yo'lini men sizlarga ko'rsatib beraman. Qanaqa olish mumkin? Mana shu topgan pulimizga qancha soliq to'laymiz? Soliqni kamaytirsa bo'ladimi, yo'qmi? Buni tushuntirib beraman. Mualliflik huquqi haqida tushunchalar beraman. Videolar uchun ovozlar topishni o'rgatib o'taman. Videolarni to'g'ri vaqtda chiqarishni o'rgatib o'taman. Videolarni shu YouTubedan $1000 topish uchun qanaqa qadamlarni biz bosib o'tishni aniq bitta yo'l xaritasini men sizlarga beraman. Qo'lingizga xarita beriladi. Mana shu joyda mana shunaqa ish qilasan, bu joyda bunaqa ish qilasan deb to'liq tushuntirib beraman. Sizda YouTubedan pul ishlashim mumkinmi yo'qmi degan savol qolmaydi bundan keyin. Undan tashqari IP onlayn kursimizni taqdimotini qilib beramiz. Savol-javoblar bo'ladi va sovg'alar beriladi. Hammasi chotki bo'lsa, ovozlar yaxshi bo'lsa, hammasi yaxshi, ovoz yaxshi, zo'r, zaryadimiz bor, tinchmiz, o'tiribmiz, bitta yozib qoldirsanglar, sizlar bilan boshlab yuboramiz. Hop. Yaxshi, zo'r. Assalomu alaykum, yaxshi, zo'r. Salom debdilar, va alaykum assalom, zo'r. Mana hammasi yaxshi ekan, efirimiz chotga ekan. Ketdik. Mavzularga o'tishni boshlaymiz. Undan oldin kelinglar, sovg'alarimiz bor. Sovg'alarni bugun eslatib o'taman. Kecha ham sovg'alar berdik, kecha ham g'oliblarni e'lon qildik. Bugun ham sovg'alarimiz bor. Sovg'alar nimadan iboratligini tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi sovg'amiz 1 million so'mlik voucherdan 3 ta insonga beriladi. Buni qanday qo'lga kiritaman desanglar, master klassda oxirida 3 ta savol beriladi. 3 ta savolga kim birinchi to'g'ri izminat qilmasdan javob beradigan bo'lsa, o'sha insonni men shaxsan g'olib sifatida e'lon qilaman va mana shu insonlar 1 million so'mlik voucherlarni yutib olishi mumkin. Bu savollarga to'g'ri javob berish uchun siz mana shu master klassda diqqat bilan tinglashingiz kerak. Chalg'imasdan, bor e'tiboringiz bilan meni eshiting, ikki quloqingiz bilan. Kerakli joylarni yozib oling, kerakli joylarni screenshot qilib oling, agar kerak bo'ladigan bo'lsa. Bu joyda sizlarga juda ham qimmatli ma'lumotlar berilyapti. Agar siz oxirigacha o'tirib savolga to'g'ri javob bersangiz 1 million so'mlik voucherga ham ega bo'lishingiz mumkin. Buni qanday qilib yutib olish uchun esa siz diqqat bilan ko'rsangiz bo'ldi. Diqqatsiz ko'radigan bo'lsangiz, meni aytayotgan gapim bu quloqingizdan kirib, bu quloqingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, men oxirida savol beradigan bo'lsam, u savolga javob bera olmay qolishingiz aniq. Lekin diqqat bilan o'tirib, konspekt qilsangiz yoki kerakli joylarni screenshot qilib oladigan bo'lsangiz, savol bergan paytda buni eslab olishingiz oson bo'ladi. Shuning uchun diqqat bilan ko'ringlar, chalg'imanglar. Undan tashqari, men sizlarga bugun bitta yo'nalish bermoqchiman. Chaqmoq Makven yo'nalishi bo'yicha kecha men sizlarga YouTube kanal ochish, uni to'g'ri sozlash, reklamalarni nazorat qilish, YouTube kanalda monetizatsiyani yoqish bo'yicha video darslarni kecha sovg'a qildim. Bugun men sizlarga bitta yo'nalish, ya'ni Chaqmoq Makven yo'nalishini sovg'a qilaman. Buni narxi o'zi 1 million 90 ming so'm. Siz buni qo'lga bepulga kiritishingiz mumkin sovg'a sifatida. Faqat master klassda oxirigacha o'tirganlar uchun bu narsa
beriladi. Bu yerda men sizlarga qanday qilib Chaqmoq McQueen videolarini montaj qilish, uni videolarini topish o'rgatilgan darslikda sovg'a sifatida beraman. Buni olib turib siz bemalol Chaqmoq McQueen yo'nalishida ishlab, Amerikan YouTube bo'yicha kanal ochib, uni videoni yuklaydigan darajada bo'lasiz. Mana sizga katta sovg'a. Buni qo'lga kiritish uchun oxirigacha o'tirish shart. Xo'p, kelinglar. Meni kim o'zi birinchi marta ko'ryapti. Kimdir meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa, bir yozib qoldirsin. Taniydiganlar bo'lsa, 2 yozib qoldirishi mumkin. Kim meni bugun birinchi marta ko'ryapti? Bu juda ham muhim. Meni taniysizlarmi, yo'qmi yoki birinchi marta ko'rasizlarmi? Birinchi ko'rayotganlar bir yozib qoldiringlar. Birlar ko'payib ketsa, o'zimni asta-sekinlik bilan tanishtirishni boshlayman. Zo'r. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 ko'ryapsizlar. Birlar ko'payib ketdi. Ikkilar ham bor, ya'ni kecha kelganlar meni taniydi. Tanimas ekan ko'pchilik. Xo'p, birlar ko'pligi uchun o'zimni hozir qisqagina tanishtirib o'tib ketaman. Kechaki bo'lganlar uchun bitta qaytarma bo'ladi. Xo'p, o'zim haqimda qisqa gapirib beraman. Nima uchun? Sababi bu yerda turib gapirayotgan odam o'zi kim? Qanaqa ma'lumoti bor, o'zi bitta ish qoyillatganmi degan savolingizga javob bo'ladi. Xo'p, o'zim haqimda ism familiyam Obek Bozorov, 29 yoshdaman. Qashqadaryo shahri Nishon tumanida tug'ilib katta bo'lganman. 28 yoshgacha Qashqadaryoda Nishon tumanida o'sib, ulg'ayib, o'sha joyda tajriba olib, 1 yildan beri hozir Toshkentda yashab kelyapman. 9 yildan beri YouTube'da ishlab kelaman. 2017-yildan beri 10 ga yaqin o'zbek qisqa metrajli kinolarim bor, 30 ga yaqin Amerikan YouTube kanallarim bor, 1 milliondan ko'proq BMG Drive yo'nalishida obunachilarim bor. Oxirgi 1-2 yil ichida $100,000 ga yaqin YouTube'dan daromad qilganman. Xo'p, nima uchun meni eshitishingiz kerak? Sababi bu 9 yillik tajriba. Bu kichkina tajriba emas. Bitta sohada 9 yil ishlaydigan bo'lsangiz, bilaveringki, u sohani siz ustasi bo'lib ketgansiz. Siz shifokor bo'lishingiz mumkin, usta bo'lishingiz mumkin, tikuvchi bo'lishingiz mumkin, oshpaz, любой soha bo'lsin. Agar bitta sohada 9-10 yil ishlagan bo'lsangiz, u sohani hamma narsasini bilasizlar. To'g'rimi? Menda ham xuddi shunaqa. Men 9-10 yildan beri YouTube'da ishlayman va mana shu sohani hamma joyga kirib chiqqanman, hamma past-balantini bilaman. Shuning uchun meni berayotgan ma'lumotlarim tajribadan kelib chiqqan. Qanaqadir sun'iy intellektdan o'rganib olgan yoki kechagina kirib kelgan odam emasman. Men 2017-yildan beri YouTube'da ishlayman. Tajriba juda ham yuqori. Shuning uchun meni gaplarimni eshitib, xulosa sifatida, ustoz sifatida qabul qilib, o'zingizda ishlatadigan bo'lsangiz, kamida sizni 10 yillik asabingizni, vaqtingizni, pulingizni tejab qolishi mumkin. Shunchaki gapimga e'tibor bermasdan, bu ham gapiraveradi deb o'tib ketsangiz, shunchaki o'zingiz YouTube'da boshlaydigan bo'lsangiz, просто tak tajriba uchun meni berayotgan xulosalarimga kelish uchun kamida 4-5 yil, 10 yil umringiz o'tib ketishi mumkin. Chunki men sizlarga bugun eng qaymoq, go'shli xulosalarimni beraman. U xulosalarni olib turib ishlatadigan bo'lsangiz, nerealni sizda katta o'sish bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, nega o'zi men YouTube'ni tanlaganman? Nima uchun o'zi siz YouTube tanlashingiz kerak? Shuni tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda bu pulsizlik. Men 2017-yilgacha qo'shimcha daromad nimadir qilishga qiziqqanman. Ya'ni nima qilib men ishimdan tashqari qo'shimcha daromad qilsam bo'ladi? Qachongacha men qo'l oyoq mehnati bilan pul topaman? Qachon men miyamni ishlatib pul topishni boshlayman degan 2017-yilda men miyamda savollar paydo bo'lishni boshlagan. Sizda ham shunaqa savollar bor. O'zingizda qanaqadir ishingiz bor. Oyligingiz 5 milliondir, 10 milliondir, yaxshidir. Lekin ko'ryapsizlar, kundan kunga yashash xarajatlar oshib ketyapti. Nimadir biznes yoki qo'shimcha daromad manbayingiz bo'lmasa, xudo ko'rsatmasin 1 oy, 2 oy pul to'xtab qolsa, qarzga kirib ketasiz, nasiya, kredit, bilasizlar buni. Meni yaxshi bilasizlar. Shuning uchun nimadir qo'shimcha daromad manbayini hozir qilib qo'ymasak, ishonavering 5-10 yil ichida ancha krizisga kirib qolamiz. Hozir ham o'zi uncha-muncha odam krizisda, tasavvur qiling 5 yildan keyin qanaqa holat bo'ladi. Bu qo'rqitish emas, realni bo'ladigan holatni men sizlarga aytyapman. Menda 2017-yil shunaqa narsa bo'lgan, qachongacha men paxta terib sotib yuraman. Chunki men 2017-yilgacha yoshlikdan biz shu qishloqda bo'lgani uchun maktab davridan boshlab biz paxta dalasiga chiqib, chikanka qilganmiz, chopiq qilganmiz, kunlik ishchilarga chiqqanmiz, o'sha paxta terib sotganmiz. Mahallalardan chiqib, qishloqda bolasimiz nima pul topishi mumkin bo'lgan bo'lsa, chiqib ishni qilib yuraverganmiz. Bu holat 2017-yilgacha kuzatilgan. Va 2017-yil tushunib yetdim, yo'q, bu ketishda bo'lmaydi. Men bilan pul topaman, uyda o'tirib onlayn daromad qilaman deb YouTube'ni tanlab, YouTube'da ishni boshlab ketganman. Va 2014-yil, o'zi 2013-yilgacha men shu kollejda o'qib, har xil ishlar qilganman, stroykada ishlaganman. U bo'lgan 2014-yil hayotda katta o'zgarish bo'ldi. Men institutga
kontraktga o'qishga kirdim. Meni orzularim katta edi. O'qishga kiraman, o'qish men uchun juda ham katta narsa bo'lgan. O'qishni bitirib turib, men bitta kreslani egallayman, menga 2-3 ming dollar pul berishadi, mazza qilib yashayman deganman. Lekin bu xom xayol bo'lib chiqqan. Endi kimdir endi institutga kirib juda katta natija qilaman deyotgan bo'lsa, ularga oldindan sizlarga ogohlantirib o'tyapman. Siz o'ylaganchalik katta hayotingizda o'zgarish bo'lmaydi. Shunchaki xarajatingiz 2-3 baravarga oshadi. Chunki institutga borish kerak, kontrakt to'lash kerak, boshqa xarajatlari bor, yeb ichish bor. Ya'ni 2-3 baravar xarajatingiz oshib ketishi aniq. Bu aniq. Berib qo'ying. Tushunarli? Ya'ni menda ham shunaqa orzular bo'lgan, lekin nima bo'lgan? Orzular chirpalchim bo'lgan. 2014-yil o'qishga kirgan bo'lsa, o'qish davrida ham bizni paxtaga olib chiqib ketib qolishgan. Borganmiz, birinchi kuni guruhlarga ajratishgan. Seni xonang bu, seni guruhing bu. Ertadan paxtaga ketamiz, ko'rpa to'shagingni olib ket degan va yana paxta dalasiga surganmiz. O'ylaganmanki, yo'q, bo'lmadi, nimadir o'zgartirish kerak deb 3 yil institutda o'ylanib yurganman. Nima ish qilsam bo'ladi, o'qilib yurganman, lekin shu o'rtada bitta o'rtog'im tavsiya qilgan, YouTube'da ishlab ko'r, monetizatsiyasi bor, prosmotrga pul ishlaysan degan va o'shandan keyin 2017-yildan boshlab dadam Rossiyada ishlardi o'sha paytlari, so'ragan bitta 300 dollarga kompyuter olaylik, shunda ishlab ko'rmoqchiman deganman. Bo'ldi deganda 300 dollar Rossiyadan pul tashib berishgan, kompyuter olib turib ishni boshlab yuborganman. Birinchi kompyuterim shunaqa bo'lgan, 24 dyumli ekranli. O'sha paytlar rasm olib qo'ygan ekanman 19-avgust 2017-yil. Xo'p, birinchi videolarim YouTube'ga o'zim chiqqanman. Oybek tog'a taxallusi bilan boshlarimda do'ppi bo'lib, o'zbekcha videolar qilganman. Orqamda yashil fon bo'lgan. Yashil fonlarni o'zgartirib, har xil rasmlar qo'yib chiqib, yangiliklarni yetkazib, videolar qilishni boshlaganman va juda ham katta o'zgarish bo'lgan. O'zbek YouTube'da u paytda yangiliklarni odamlar o'zi chiqib gapirmas edi. Ekran orqasida rasmni qo'yib gapirardi. Men birinchilardan bo'lib, o'zimning yuzim bilan chiqib, bu narsani yetkazganligim uchun jurnalistikaga qiziqqanman. Chiqib gapirishga, fikrlarimni bildirishga va yaxshi qabul qilishgan va ishlarim asta-asta yurib ketishni boshlagan. Lekin 1 yil rosa qiynalganman. 2018-yilgacha rosa qiyin bo'lgan. 2018-oxirigacha sababi kallam tegib kanal ochganman, yopilib ketgan, monetizatsiya yo'l olmaganman, u muammo bo'lgan, bu muammo, avtorskiga kelib qolgan, kanallarim ko'tarilmagan, prosmotr bo'lmagan, obunachi kelmagan, pul yaxshi to'lamagan bo'lsa ham, ya'ni muammolar ko'p bo'lgan. Lekin 2018-yil oxiriga borib yaxshi pul ishlashni boshlaganman, 1 yil qiynalgan bo'lsam ham. Va menda ikkita yo'l bor edi. Institutda shu avgust oyida tugatgan bo'lsak, 2018-yil qo'limda diplomim bor. Kontrakt to'lab o'qib qo'yganman. Ko'pchilik aytgan, sen o'qiding, bo'ldi, davlat ishiga kirishing kerak, oyligi stabilni bo'ladi, bu YouTube'ingga ishonib bo'lmaydi, 3 oydan keyin, 6 oydan keyin, 1 yildan keyin yopilib ketishi mumkin. Keyin nima qilasan? Shuncha o'qib qo'yding, rasxod qilib qo'yding, endi davlat ishida ishla degan takliflar ko'p bo'lgan, lekin men YouTube'ga ishonganim uchun birdaniga YouTube tanlab shu sohada ketganman. Hop, 2018-yil ishlar yaxshi rivojlanishni boshlab, kanallar ko'tarilishni boshladi. Oybek tog'a degan kanalim bo'lgan va prosmotr bo'lib, asta-sekin tashqi reklamadan monetizatsiya orqali prosmotrga 100 dollar, 50 dollar, 200 dollar ishlab kuchayib, reski kuchayib ketish bo'ldi. Chunki prosmotr reski oshib ketdi. Chunki odamlar o'sha payti internetga sho'ng'ib, YouTube ommalashib ketdi. Bu narsa menga yaxshi ta'sir qildi. Ishlagan pullarimga asta-sekinlik bilan kompyuter oldim, mikrofon oldim. Obunachilarim 100 ming, 200 mingga chiqib ketib qoldi. Chunki meni prosmotrim oyiga 2-3 million bo'lardi. Yangilik qilardim. Bitta videom 100 ming, bittasi 50 ming, bittasi 1 million ko'rilardi. Oylik prosmotrim 2-3 ming edi va o'sha paytda 2-3 million prosmotrga YouTube 2-3 ming dollar pul berardi o'zbek tilidagi videolarga. Hozir o'zbek tilidagi videolarga YouTube 1 million prosmotrga 200-300 dollar berishi mumkin yaxshi videolarga. Oldin o'sha narsa 1 million prosmotrga 1000 dollar bergan. Biz ishlagan paytlarimiz. Biz hozir Amerika YouTube bo'yicha ishlaymiz. O'shanaqa vaqtlarda zo'r pul topganmiz. O'zbekistonda tasavvur qiling, oyiga uyda o'tirib 2-3 soat ishlab, 2-3 soat ham ishlamasdi, bitta yangilik qilishga 5 minut vaqt ketardi. O'zimizni kamera yoqib, video olib qo'yib yuborardik, bo'ldi. Oyiga 2-3 ming dollar kelib turgan, soqqani qilganmiz, rasxodlarni katta qilganmiz va 2019-yil pulni yig'ib turib 3-4 oylik pulimni yiqqanman-da, YouTube'dan ishlagan pulimda Spark avtomobilini sotib olganman. Birinchi mashinam Spark bo'lgan. Yangi Spark salondan chiqib kelgan, 10 kun deganda Sparkimiz kelib chiqqan 2019-yil. Birinchi topilgan pullar bu. 3 oylik pulni yiqqanman-da, 7000 dollar atrofida edi o'sha payt Spark. To'lov qilganman, kanallarimni sotganman, monetizatsiyaga tushgan pulni yiqqanman, 3 oylik dahodim shuncha bo'lgan. Va birinchi Spark olganman, hamma hayratda qolgan, ishonavering.
Hamma hayratda qolgan, qanday qilib bu bola uyda o'tirib YouTube'da ishlab bunchaqa pul ishlayapti. YouTube'da shunaqa pul ishlasa bo'ladimi degan o'sha paytda ham savollar ko'p bo'lgan. Hozir siz ham ikkilanishingiz mumkin. Qanday qilib YouTube'da $1000 topish mumkin? Qanday qilib oyga $10,000 topish mumkin? Mumkin, yo'li bor. Bugun haqida biz kecha gaplashdik, bugun ham shu haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, biza kinolar ishlashni boshlaganmiz, chunki prosmotr yaxshi bo'lgandan keyin, odam qo'lida pul bo'lgandan keyin yanada prosmotrni oshirish uchun har xil ishlar qilib ko'radi. Men ham xuddi shunaqa qilganman. Yangilik bilan cheklanib qolmasdan, biz o'sha mahalladagi o'rtoqlarimiz, sinfdoshlarimiz bilan yig'ilib kinolar ishlashni boshlaganmiz va Musofir azobi degan, Qimorboz degan kinolar ishlaganmiz va kinolarimiz million ko'rilishni boshlagan, shu O'zbekiston bo'yicha tanilishni boshlaganmiz. Birinchi kinolarda ishlab boshlagan blogerlardan biri o'zim bo'laman. 2020-yil hali Vine, Pine unaqa narsalar bo'lmagan, YouTube'da kinolar ishlashni boshlaganmiz. Hali ham turibdi, qidirib ko'rib olishlaringiz mumkin va bizning kinolarimizda har xil qo'shiqchilar, san'atkorlar televideniyeni ishlatishgan. Masalan, Musofir azobi degan kinomizdan Ulug'bek Baxshi degan qo'shiqchi klip yasab ishlagan. Kliplari 3,5 millionga yaqin prosmotr bo'lgan. 3,5 million prosmotr bu o'sha payt $3,000 pul degani edi. Tasavvur qiling, $3,000. Xo'p, undan tashqari 2020-yil yaxshi daromad qilganimizdan keyin, shu mashina olganimizdan keyin, tanilishni boshlaganimizdan keyin shu blogerlarning ichidan intervyu olib yurardi. Oybek Raymberdov degan bloger bo'lardi. Hozir ham bor, kanali ham turibdi. Videolarimdan turishi mumkin, ko'rib olishingiz mumkin. 2020-yil kelib, mendan intervyu olgan, uyimga kelib, nima ish qilaman, qanaqa pul topaman, qancha pul topaman, hammasini intervyu sifatida olib ketgan. Kimdir meni 2020-yilgi holatimni ko'rmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu videoni efirdan keyin ko'rib olishlari mumkin. Nima demoqchiman? Osmondan tushib qolgan yoki kecha chiqib qolgan odam emasman. Meni 2017-yildan beri tarixim bor va natijalarim ko'rinib kelyapti. Ya'ni tap etib bugun chiqib YouTube'dan pul ishlash mumkin degan ekspertlardan emasman. Haqiqiy mutaxassis deb bilishingiz mumkin. 9 yillik tajriba kam emas. Xo'p, biz nima qilamiz? Pul topgandan keyin mashina olamiz. Endi o'zimizda bor. Xo'p, Spark olganman. Spark sotib keyin pul yaxshi bo'lgandan keyin Cobalt olganman. Cobaltni ham ko'p haydamaganman. 6-7 oy haydab uni sotib keyin Gentra olganman. Gentrani ham ozroq haydab uni sotib Trekker'ga olganman. Trekker'ni sal ko'proq haydadim va Trekker'ni uydagilarga berib, soqib o'zim hozir Li 9 Ultra avtomobilini haydab yuraman va hozir uni yaqinda oldim. Hali bir 20 kun bo'ldi. $76,000, 919 million so'mga Li 9 Ultra avtomobilini sotib oldim. Xo'p, 2022-yil juda qiyin davr bo'lgan. Har bir odamda boshda bo'lgan narsa, ya'ni menda ham bo'lgan, ya'ni 2022-yil Rossiya Ukraina urushi boshlandi va o'zbek tilidagi videolarga pul berish juda ham tushib ketdi. 10 barobar tushib ketdi va men $2-3 ming topib yurgan odam $200-300 topib qoldim va o'sha payt 3-4 oy juda ham qiyin o'tgan. Sababi rasxodlarim bor, o'qib bu rasxod katta bo'lgan va rasxodlarni qoplash uchun men asta-sekinlik bilan o'zim texnikalarimni sotishni boshlaganman. Kamera olganman, kamerani sotganman, softboxlarimgacha sotib o'rganman, shtativlarimgacha sotib o'rganman, mikrofonlargacha sotib o'rganman. Qiyinchilik bo'lgan. Lekin mana shu qiyinchilikdan Amerika YouTube'iga o'tib, bu narsadan chiqib ketganman. Chunki Amerika YouTube'ida prosmotrga normalniy pul beradi, auditoriya katta. Tushunish uchun aytaman, YouTube'dan bir oyda Amerika YouTube deydi, butun dunyo YouTube bo'yicha 3 milliardga yaqin foydalanuvchi foydalanadi ingliz tilida. Lekin O'zbekistonda auditoriya bilasizlar qanchaligini? 30 million. 30 milliondan 10 millioni YouTube'dan foydalanadi. Sizning videongizni ko'rish mumkin 2-3 million. Va 2-3 million siz prosmotr qilsangiz, o'zbek YouTube'da hozir ishlab turib, oyiga masalan $400-500 topishingiz mumkin, lekin u rasxotiga ham yetmaydi. Bilasizlar hozir qanaqa qiyin. Lekin Amerika YouTube bo'yicha ishlasangiz, 3 milliard odam bor. Dunyoning yarmi degani, yarimidan ham sal ko'proq degani, yarimidan sal kamroq ekan. Dunyoda 8 milliard bo'lsa, hozir 3 milliard, 4 milliard foydalanuvchisi bor. Shuncha odam YouTube'dan oyiga foydalanadi. Biz ingliz tilida kontentlar chiqaramiz. Ingliz tili deganda videoning nomi ingliz tilida bo'ladi, lekin o'zimiz inglizcha gapirmaymiz. Inglizcha hech nima qilmaymiz, faqat nomi inglizcha bo'ladi. O'shalarni detskiy yo'nalishda ishlab, u haqida gaplashamiz. O'shalarni video qilib YouTube'ga qo'yib, hozir pul ishlab kelamiz. 1 million prosmotrga shunaqa videolarga hozir $1000 pul beradi. 10 million prosmotr qilsangiz $10,000, 100 million prosmotr qilsangiz $100,000 degani. Kecha buni tushuntirib o'tdim. Xo'p, o'zi YouTube'dan natijaga erishsa bo'ladimi, yo'qmi deganlar uchun ozroqgina mana shu YouTube orqali erishgan natijalarni sizlarga ko'rsatib ketaman. Ota-onamni umra safariga yuborganman. Alhamdulillah, har bir farzandning orzusi bo'lsa kerak, sizda ham orzungiz bo'lsa kerak. Ota-onangizni umraga, hajlarga, kasal bo'lsa davolatishga pul ishlab turib, ularni xursand qilib, roziligini olish.
Menda ham shunaqa orzularim bo'lgan, alhamdulillah orzularim amalga oshib kelyapti. Katta orzularimning biri hozir ota-onamni va o'zim hajga borish niyatim bor. Nasib qilsa, xo'p, undan tashqari ota-onamga shu Trekerikka avtomobilni sovg'a qilganman. Undan tashqari o'zim ham Sardor domlon guruhi bilan umra safariga borib kelganman. Undan tashqari yaqinda 2 oycha bo'lib qoldi. Toshkentda markazda Energy kompaniyasidan 3 xonali kvartira sotib oldim. $122,000 ga. $122,000 bu 1,5 milliard so'mga yaqin pul bo'ladi. So'mga chaqib aytadigan bo'lsak. Hozir remont o'ziga ham 30,000-40,000 pul ketyapti. Bir gap bilan aytganda, hozir menga mana shu 2 milliard so'mga tushyapti. $150,000 atrofida. Undan tashqari yaqinda Li 9 Ultra mashinasini sotib oldim. 919 millionga, dollarda bir $75,000-76,000 pul bo'ladi. Hazil akam pul emas. Xo'p, undan tashqari shogirdlar chiqarganman. Ya'ni 2025-yilda boshidan Ramazondan boshlagan edik. Qarang, mana 1 yil bo'lar ekan. Yaqinda Ramazon bo'ladi, bilasizlar. 1 yildan beri shogirdlar chiqarib kelamiz va mana shu 1 yil davomida 2000 taga yaqin shogird chiqarib kelganmiz va shogirdlarimiz ichida, masalan, 8 oy ichida $40,000 ishlagan shogirdlarimiz ham bor. Nima demoqchiman? Bizda berayotgan bilimlarimiz foyda keltirmasa, bunchalik katta pul ishlab bo'lmas edi. Foydasi borki, shogirdlarimiz ham yaxshi rezultatlar qilyapti. Masalan, Humoyidin bilan intervyuimizni ko'rgandirsizlar yoki Спасибо, Наврузбек. $40,000 ga yaqin pul